Hammaga assalomu alaykum. Ilovamiz funksional tarafdan shakllantirib oldik. Endi ozgina uyiga ham, interfeysga ham e'tibor bersak bo'ladi. Bugungi darsda viewlarni ko'rib chiqamiz. View fayllarni tanishtirishda asosan ikkita qismga bo'ldim. Birinchisi bu asosiy konfiguratsiya fayllar. Bular umumiy sozlamalar va viewlar orasidagi bog'lanishni ta'minlaydi. Bulardan birinchisi view import fayli. Bu fayl orqali biz barcha view fayllarga umumiy qilib using direktivalarni, tag helperslarni ishlatishimiz mumkin. Bu faylni har bir view faylga alohida yozmaslik uchun ishlatiladi. Ya'ni use yoki add tag helper yozuvlari har bir view faylga avtomatik qo'shiladi. Keyingisi view start fayli. Bu fayl har bir view sahifa yuklanishidan oldin ishlaydigan fayl. Uning asosiy vazifasi barcha sahifalarda umumiy layout faylini belgilab qo'yadi. Keyingisi layout fayli. Bu barcha sahifalar, ya'ni viewlar uchun umumiy dizayn, ya'ni shablonni belgilaydigan fayl. Barcha sahifalar bir xil bo'lishi va pastki va tepa qismlar bir xil bo'lishi uchun layout ishlatiladi. Bu faylda footer, header, o'ng yoki chap tarafda joylashadigan navigatsion panellar, shu va shu kabi elementlar joylashtiriladi bu faylga. Har bir sahifani o'ziga xos kontentini chiqarish uchun, ya'ni boshqa viewlarni chiqarish uchun bu faylning body qismida render body metodi ko'rsatilgan joy bo'lishi kerak. Bu ko'rsatilgan joyga boshqa viewlarning kontenti render bo'ladi. Ya'ni shu joyga boshqa viewlarning kontenti chiqadi. CSS va JavaScript fayllari ham bu faylimizda ko'rsatiladi. Keyingi tipdagi fayllar bu content fayllar deb ajratib qo'ydim. Shu foydalanuvchiga konkret kontent ko'rsatiladigan fayllar. Shulardan biri index fayli. Bu kontrollerning asosiy sahifasi, ya'ni foydalanuvchiga asosiy kontentni ko'rsatadigan fayl. Yana biri partial view fayllari, ya'ni bu partial view qismli fayl deb tarjima qilsak bo'lsa kerak. Bu fayllar asosiy viewda chaqiriladigan kichkina fayllar bo'lib, ular ko'p marta ishlatiladigan HTML qismlarini alohida faylga ajratish uchun ishlatiladi. Va yana bir content faylni ajratib qo'ydim. Bu error fayli. Error view fayli. Bu xatolik yuz bersa, foydalanuvchiga chiroyli ko'rinishda xabar ko'rsatish uchun ishlatiladi. Endi shu view fayllarni amalda ko'rib chiqamiz keyingi darsda. Hozircha shu. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.